Başlay berek. Assalomu alaykum. Bugungi sizlar bilan o'tadigan temamiz yigirmanchi leksiyamiz intellektual mulk obyektlarini qo'rg'ov tarafidagi nizomchilik. Ya'ni bugungi kunda patent eng birinchi nelarga alanatligini sizlar bilan tushunib olishimiz kerak. Birinchi patent ixtirolar. Ixtiro deganimiz bo'ylab topilgan. Keyin foydali modelga, san'at ulgularini, o'simlikning sortlarini, hayvonlarning porodalarini, keyin bo'lgan bo'lsa, elektron hisob mashinalarining ilovalarini, qo'shimchalarini, prilojeniyalarini belgiladi, tovar xizmat ko'rsatuv belgilarini, undan keyin tovar ishlab chiqarilgan o'rinlarga integral mikrosxemalar topologiyasini beriladi. Undan keyin janday adabiy chiqarmalarga bo'lsin, undan keyin monografiyalarga guvohnoma olinmoqda. Endi janday patent bo'lgan bo'lsa, tekrarlab jan birinchi aytib o'tganimizda o'ylab topilgan foydali modelga san'at ulgularini, o'simliklarning sortlarini ham hayvonlarning parodalarini patent beriladi. Qolganlarni guvohnoma beriladi. Endi ko'rib o'tganingizda hammasi janday undan keyin ximiyalik bo'ylab topilgan preparatlar bor. Undan keyin usul hammetlarga da patent beriladi. Hamda жаңа usul bo'lsin, o'simlikni yegu bo'lsin, bo'lmasa yetishtiruv usuli bo'lsin, ana shularga da patent olish imkoniyatimiz bor. Undan keyin жаңа farmatsevtikada bo'lsin, hozir o'zimiz janday avval xo'jaligida qo'llanayotgan ximiyalik preparatlarimizdan quramni o'zgartirib, ana shu жаңаdan o'ylab topilayotgan ximiyalik preparatlarimizga da patent olishimizga bo'ladi. Ya'ni o'zlarimizda O'zbekiston Adliya vazirligi huzurida intellektual mulk markazi bor, so'g'an talabnoma berib olinadi. Endi eng birinchi patent olinganda oldin saboqdan aytib o'tildi. Birinchi patent avtomobilga Karl Benz, ya'ni yegyapti ilmpozi bir vaqtning o'zida janday avtomobilga ne bo'ladi? Talabnoma berilganda bir kunda bo'lgandan keyin yuqorida janday so'rashgan patentga Karl Benz deb berilganda yekadan ati yuqoridan matn qo'yib berilgan dunyo yuzidagi birinchi patentimiz. Endi bular janday sol ideya mulk sifatida qalblashtirish uchun o'ylab topilgan. Ideyani sol kim yesa ekanligini tasdiqlovchi hujjatda patent deganmiz. Bugungi tekrardan temamizga keladigan bo'lsak, patentlar klassifikatsiyasi, undan keyin borib nega O'zbekistondagi nizomchilik tekrardan tumendagi nizom hujjatlaridan eng birinchi o'ylab topilganlarga foydali modellar ham san'at ulgularini haqidagi nizomi. Sonra qanday adabiyotdan yozib o'tib, hammasi so nizomda keltirilgan 2005-yil 27-apreldagi O'zbekiston Respublikasining o'ylab topilgan foydali modellar ham san'at ulgulari haqidagi nizomi. Buyruq emas, qaror emas, bu nizomda. Keyingisi o'ylab topilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasining patent beruv haqidagi talabnoma tuzuv topshiruv ham. Keyin foydali modellar haqidagi O'zbekiston Respublikasining patent beruv uchun talabnomalar tuzuv topshiruv ko'pchilik xaridlari. Undan keyin bor nizomimiz mamlakat baji haqidagi O'zbekiston Respublikasi nizomi. Keyin san'at mulkini qo'riq haqqi bo'yicha Parij konvensiyasi. Bu konvensiyada butun dunyo yuzligi shu konvensiyaga
qabullangan, imzo chekkan O'zbekistondan tashqari endi bu konvensiyada patentning barlig'i bir deydi. O'zbekiston patentdan tuzilishi hammasi o'zbekistonga hammasi birday. Bu yerda qayerdan patent ekanligi, ne haqida ekanligi, o'zbekistonga qaysi chisoda qabul etib, talabnoma kelib tushdi, qachon berildi, hammasi dunyo yuzi bo'yicha birda. Shu yerda mana nizom hujjatlari Parij konvensiyasida dunyo yuzi bo'yicha bir bo'lib kerakligini kelishib olgan birinchi konvensiya. Sondan beri ishlab tilga qarshi O'zbekiston bu konvensiya bosılmagan. So'lishni mana xalqaro patent oladigan bo'lsa, to'lovlari qimmat, biroq sonradan so'ngni oladigan bo'lsa, kimdir foydalanadigan bo'lsa, chet eldan qandaydir bir zavod foydalanadigan bo'lsa, bizlarga janday avtor janday nesi ақшасы kelib tushibdi. So'ng ustozlarimiz ham oldin patentlar esirgan vaqtda alinganda, biroq сол g'arislik bo'lgandan keyin, Parij konvensiyasiga qo'shilmagandan keyin, avtorga beriladigan to'lovlar kelib tushibdi. Bular bizlarga cheklovlarimiz, ya'ni shu konvensiyasiga qo'shilmaganligimizning sebebidan. Keyingi xalqaro patent kooperatsiyasi bitimlari. Burada patentning keyingi qo'shimchalari bo'ladi. Qo'shimchalarında neler turadi? Men birinchi har birining nominatsiyasi bor-da. 19-si qaysi respublikada berilganligi. 12-si nizamga beriladi patent. Foydalanuvchilarga vaqtlarga yoki san'at ulgusini jang qilsa, ne narsaga beriladiganligi haqida yoziladi. 21-si bo'lsa, lekin xalqaro patent klassifikatsiyasi. Shu qaysi klassifikatsiyaga turadigan keltiriladi. Misol uchun ma'lum jasab, UDK deb beriladi. Shu materialimiz butun jami kitobxonada, butun dunyo kitobxonada qayerdan topib olishni aniqlashtiradi. Patentlar izlagan vaqtda shunda izlab topib olsak bo'ladi. A deganimiz kooperativ xalqaro kooperatsiya deb ataymiz. A deganimiz insonning turmushda muhtojliklari shu ekanligi. Ya'ni men o'zimiz olgan patentimizda turmush muhtojimiz borda haqiqatan. Jami yugu bo'yicha ya'ni nizat deymiz. Birinchi o'zimiz kerak deymiz. Turmushda muhtojligimiz qanoatlantiriladigan uchun klassifikatsiyadagi nomer beriladi. Undan keyingisi bor tizimli olingan nomer. Qayerdan olindi? So'nggi O'zbekistondan faqat bo'ladigan bo'lsa, foydalanadi. Yo'q bo'lsa, ixtiroga beriladi. So'ng kelib tushgan joyi tizimli o'tgandagi nomer. Undan keyin 13-chi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'lsa, u beriladi. 15-chi tizimli o'tkazilgan sana. Ya'ni qachon shu intellektual mulk sifatida qalbesdan vaqtda, ya'ni patent berilgan vaqtdagi sanasi. 21-chi bo'lsa, talabnomani berilgan nomeri, talabnomaga berilgan patentning nomeri. 22-chi sonda kooperatsiyasi deganimiz mana patent O'zbekiston patenti dunyo yuzlik patentlar ham to'shli sonda stilda ishlanadi. Ya'ni hammasi bir tartibga keltirilgan. Hozir mana maqolasiga ham imron talabi deydi-ku. Birinchi janda metodikasi bo'lishi kerak, keyin o'zining natijasi bo'lishi, xulosa boshqa. Ana shu topshirma patentning ham o'zining tartibi bor. Dunyo yuzlik bo'yicha bu qachondan beri o'zgarmaydi. Endi shu konvensiyaning nesidan? Rahmat.